Barchalaringizga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan sog'liqlar. Bugungi videoni boshqasida ko'rib turganingizdek, sizlarga old bo'lganligini shunga qaramasdan egalari tashlab ketgan akkauntlar upload qilib ko'rsataman. Videoni ko'p cho'zdirmayman, videoni boshlashdan bizga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Biz unda boshlaymiz. Birinchi akkaunt ID'ni kiritib olamiz. Birinchi akkaunt ID mana shunday ko'rinishda bo'lar ekan, oldski akkaunt. Profil ekranimizga kirishda kirib ketish animatsiyalari bor ekan, Prime 1 ekan, o'zi ko'rinib turibdiki, unda ikkinchi propus borligi. Undan tashqari profilni bezatmagan ekan, bu tarafda propuslarni ko'ramiz. Birinchi propusni o'ynashni boshlagan ekan, lekin shunga qaramasdan birinchi propus sotib olmagan ekan, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi ularni sotib olgan ekan, yana qolganlarini sotib olishda davom etgan ekan. Yaxshi. Mana shu propusga kelganda u o'yinni tugatgan ekan, sababini bilmaymiz. Lekin shunga qarshi 78-urovень, bu juda ham yaxshi urovень. Ko'ramiz qancha vaqt o'ynagan ekan. Ular solo 1 o'zi bo'lib 4068 o'ynab 291 marta yutgan ekan. Duo 2 kishi bo'lib 6482 marta o'ynab 528 marta yutgan ekan. Squad 4 kishi jamoa bo'lib o'ynab bu 16934 ta o'yin o'tkazib 2349 tasida yutgan ekan. Yaxshi. Biz unda ikkinchi akkauntga o'tamiz. Ikkinchi akkaunt ID'ni kiritamiz. Ikkinchi akkaunt 51-level ekan, profilga kirib kelish animatsiyalari yo'q ekan, 2582 ta like qilgan ekan, o'zi ko'rinib turibdiki, bunda ham ikkinchi propus bor. Undan tashqari birinchi propus bor ekan, 4-chi va 5-chi propuslar ham bor ekan. Lekin shunga qaramasdan atga 5 ta propus o'ynab, shunchaki o'yinni tugatgan ekan. Sababini bilmaymiz, bu taraf hammasi platina pas bo'lib turibdi. Ko'ramiz qancha o'ynagan ekan, bari Carres bir balo. Solo 1 o'zi bo'lib 811 o'ynab 28 marta yutgan ekan. Duo 2 kishi bo'lib 296 marta o'ynab 6 marta yutgan ekan. Squad 4 kishi bo'lib 1610 marta o'ynab 151 marta yutgan ekan. To'g'risi bu akkaunt egasi juda ham bot bo'lgan ekan, o'sha ko'rinib turibdi bot bo'lganligi. Shunga yutolmagan bo'lsa kerak. Mayli, biz keyingi akkauntga o'tamiz. Keyingi akkaunt ID'ni kiritamiz. ID juda ham noyob ID'lardan biri ekan, 15, 16, 17, 18 ekan ID'si. Profil ekranimiz ko'rinib turibdiki, o'sha atga 3 ta oldski propus o'ynagan ekan, birinchi, ikkinchi va shunga yarasha bularni birontasini ham sotib olmagan ekan. Yaxshi. Ustidagi narsa ham yetarlicha oldski narsa, qo'ldagi skin ham. 24-level ekan, 1984 like bor ekan, ko'ramiz. Ko'ramiz qancha o'ynagan ekan. Tarafda bir kare 60 marta solo 1 o'zi o'ynab 6 marta yutgan ekan, duoda 56 marta o'ynab 3 marta yutgan ekan, squadda 151 marta o'ynab 31 marta yutgan ekan. Bu akkaunt egasi ham sal botroq o'xshayapti, bilmadim. Yaxshi, biz endi yana keyingi akkauntga o'tamiz. Mana do'stlar, keyingi akkaunt ID'si mana shunaqa ko'rishdagi ham old akkauntga o'zi ko'rinib turibdi. 30 kanaldan kirmagan bo'lgan o'zi tashlab ketgan. Profilga kirib kelish animatsiyalari yo'q ekan, 37-level, 149 ta like, Prime 1 ekan. Taraflarni bezatmagan ekan. Yaxshi, propus qilaman o'zi. Birinchi, ikkinchi propusdan boshlamagan ekan, lekin shunga yarasha baribir oldroq propuslardan boshlagan ekan, tashlab ketgan ekan baribir. O'yinlarni ko'ramiz. Короче, o'zlaringiz ko'rib olsangiz bo'ladi. Bu akkaunt egasi ham вообще bot akkaunt ekan. Bot odam ekan, shu короче. Umuman o'ynashni bilmaydigan bir bot ekanda. Yaxshi, biz unda keyingi akkauntga o'tamiz. Mana do'stlar, keyingi akkauntda biz bu akkaunt ID'si 10 sonli ekan, lekin shunga qaramasdan oldski akkaunt. Yana bitta savolim bor. Unda Panteradan boshlagan ekan, lekin shunga qaramasdan ikkinchi propus bor ekan. Hali yana bilmadim, balki ichida birinchi propuslar ham bordir, boshqa propuslar ham bordir. O'zlaringiz ID'ga qaranglar, 10 xonali ID ekan. Bu tarafda Panteradan boshlagan ekan. U bo'lishi mumkin emas ekan, 9 xonali bo'lishi kerak. Yetmaganiga ikkinchi propus ham bor ekan. O'yinlarni ko'ramiz. O'yinlarini ham bu bir marta o'ynagan ekan, solo 1 o'zi 2 kishi 2 marta, bu tarafda ham yaxshi. Ikkita o'yinda 42 ta o'yin odam o'ldirgan ekan. Bu juda yaxshi. Bu degan akkaunt egasi bot emas, zo'r odam. Menimcha shunaqa zo'r o'ynagani uchun unga mana shu ikkinchi propusni berib qo'ygan, yana bilmadim. Hop, mayli, biz keyingi akkauntga o'tamiz. Mana do'stlar, biz keyingi akkaunt ID'ni kirityapmiz. Kirmayman. Yaxshi, bu ham old akkauntga ko'rinib turibdi. O'zi kirgandan birinchi propus borligi ko'rinib turibdi. Bu degan akkaunt yetarlicha old
Free Fire o'sha birinchi propuslar o'ynab kelgan, tak mana propuslar 6 ta propus o'ynagan ekan. O'sha mashhur 6 ta old skip propuslar hammasi o'ynagan ekan, lekin baribir ham birinchi propusdan sotib olishga pul yetgan ekan, qolgan propuslarni sotib olmagan ekan. Yaxshi 34-level 6385 ta like. O'yinlarni ko'ramiz, qancha o'ynagan ekan. Tarafda 192 marta o'ynagan. Double 165 marta, super bo'lib 367 marta. Shunga qaramasdan baribir o'layotgan ekan. Uncha ko'p o'ynagan ekan. Bokant egasi ham bot ekan, chog'i yana bilmadim. Baribir bot bo'lsa kerak. Mayli, biz ham unda ikkinchi akkauntga o'tamiz. Mana do'stlar, biz ikkinchi akkauntga o'tamiz. Bokant ham oldski akkaunt o'sha. Profilga kirgandan ko'rinib turibdi, bunda ham birinchi propus bor ekan. O'ynagan propuslarni ko'ramiz. Birinchi propusdan o'ynab qo'shgan ekan, lekin qolgan propuslarni sotib olmagan ekan. Shunday bu tarafda hech nima yo'q ekan. O'yinlarni ko'ramiz. O'yinlari solo 435 marta o'ynagan ekan, duo bo'lib 196 marta, suhbat bo'lib 795 marta, почти 800 ekan. Bu akkaunt egasi ham bot ekan bizga. Bu hamma old akkauntlar egasi bot. Mana bir o'ynashni bilmayotganda. Abi yaxshi biz ikkinchi akkauntga o'tamiz. Mana do'stlar, biz ikkinchi akkauntga oldik o'sha. Tak kirib kelamiz, tak bu tarafda ham uncha oldga o'xshamayapti, lekin baribir yetarlicha old propuslardan boshlagan o'ynashdi. Birinchi, ikkinchi propusdan boshlagan bo'lsa ham zotda bor ekan bir nechta propuslar old. Yaxshi bir tarafga chiqamiz. 69 like ekan. Ko'ramiz qancha o'ynagan ekan, normalniy ko'p o'ynagan ekan, bo'ladi. Shunaqa akkauntlarni tashlab ketadi, jalkada baribir. Kimgadir bersa ham kimgadir просто tashlab ketadi, o'ynamasdan jalka ketadi o'sha old akkauntlar. Mayli, biz ham ikkinchi akkauntga o'tamiz. Mana do'stlar, biz ikkinchi akkauntga oldik. Akkaunt aytishni ko'rishdi, bu lekin o'sha kirganimda pikseli propus bilan birinchi propus olingandek ko'rinib turibdi. Jazg'ishdan bor ekan, yaxshi. Bu tarafda birinchi, ikkinchi propus va 6-chi propuslarni sotib qo'ygan, propuslarni sotib olmagan ekan. Adashmasam bu elitning propuslarni bir oxirgilariga kelib o'ynashdi. Qo'shgan ekan, bu yoqda bir o'ynab, ana unda oxir o'ynab, shundan yana tashlab ketgan ekan. Yaxshi, bu Salah Shop nomli sonli nimaligini tushunmadim. Agar siz tushungan bo'lsangiz kommentariyga yozib qoldiringlar. Qancha o'ynagan ekan ko'ramiz. Uncha ko'p o'ynamagan, ko'pincha solo o'ynagan ekan, 600 ta ekan. Ikkinchi akkauntga o'tamiz biz. Mana do'stlar, biz ikkinchi akkauntga oldik. O'sha Adyen Terraza 176-level ekan. Tak 19170 like bor ekan, propuslarni ko'ramiz. Tak birinchi, ikkinchi, shu birinchi propuslarni qo'shgan ekan, sotib olmagan ekan. Bu tarafga kelib o'sha sotib olishni boshlagan ekan. Yaxshi, bu tarafdan sotib olib bir qilib shu bilan to'xtatgan ekan. Shu bilan qaytib kelmagan o'yinga. Tak bunda ham bitta savol bor-da. 76-level bo'lsa ham, lekin biror marta masterlarni olmagan ekan. Yaxshi, ko'ramiz. Suhbat bo'lib почти 20 mingta o'ynagan ekan, ular 2,5 mingtasida yutgan ekan. Duo bo'lib 1600 marta o'ynagan ekan. O'zi 1125 marta o'ynagan ekan. Yaxshi. Do'stlar, bu bizning oxirgi akkauntimiz edi. Video yoqqanida videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Agarda bu videoning ikkinchi qismini chiqarib olsangiz, sizlar menga 50 ta like yig'arsangiz bo'ldi. O'zim sizlarga ikkinchi qismini chiqarib beraman. Xayr, keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar. Ali jigarim Sila.